Men 20 yoshimga qaytib qurganimda hayotim boshqatdan qurgan bo'lardim. Men birinchi o'chirtda kasbimni o'zgartirgan bo'lardim. Masalan, men ham oliy ma'lumotliman. Toshkent qishloq xo'jaligining irrigatsiyalash va mexanizatsiyalashtirish fakultetini bitirganman. 5 yil o'qidim. Qiynalib turmushga chiqdim. Chiqqanimdan keyin xo'jayinim yo'q, bu soha to'g'ri kelmaydi qiz bolaga dedilar. Men birinchi bo'lib kasbimni o'zgartirib o'qituvchilikka o'qigan bo'lardim. Birinchisi. 20 yoshga qaytgan bo'lganimda birinchi bo'lib menga buvamlar rahmatli yoshlik paytimda arab tilini o'qigin deganlar-da. Men u paytda 6 yosh bo'lganman. Yo'q, men arab tilini nima qilaman, kirilchani o'qiyman dedim. Men agar 20 yoshimga qaytgan bo'lganimda birinchi hozir Qur'onga tushib, hozir ham harakatdaman, ilm olyapman. Lekin Qur'onga tushib, hozir shu paytgacha hofizi Qur'on bo'lgan bo'lish xohlagan bo'lardim. Endi Alloh menga shuni taqdirimga yozgan ekan, shunaqa bo'ldi. Lekin hofizi Qur'on bo'lgan bo'lardim.